judayam dolzarb savol, global savol. Organizmni tozalash kerakmi? Mutaxassis sifatida tozalanishi shart degan bo'lardi. Sabablar: agar bizga shunday imkoniyat berilganda edi, tanamizni ichiga bir nazar solganimizda, ichaklarimizda yillar davomida yig'ilib yotgan musorlar, parazitlar, zamburug'lar, poliplar, kallar qotib qolgan, kalviy kamni deymiz. Jigarimizga e'tibor beraylik. Jigardagichi parazit toz, har xil toshlarning bo'lishi, organizmda yig'ilib qolishi, safroni oqmasdan yig'ilib qolishi. Sekin buyrakka qaraymiz. Buyuragimizdagi qumlar, tuzlar, toshlarchi. E'tibor bering, yoki bo'lmasa oddiygina burun pazuhasidagi gaymiroviy yiringlashchi. Hatto 1-2 stakan odamni tanasiga yig'ila boshlar ekan. Bundan keyin ham tozalash kerakmikan degan savolimiz umuman o'ylanarli, ajablanarli holat bo'ladi. Organizmni tozalamasdan turib, uni hech qachon sog'lom qila olmaymiz. Uni qanday tozalash, nima qilishni va nimadan boshlashni istasangiz, Telegram kanalimga o'tib, gruppamni kuzatishingiz va shaxsan mendan uni qanday tozalash bo'yicha to'laqonli yo'riqnomalar olishingiz mumkin.